Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari. O'zbekiston Super Ligasi bahslarini katta qiziqish bilan kuzatib borayotgan qadrli futbol sevar do'stlar. Xuddi shunday o'yin namoyish etib, keskin, qizg'in kurashlar ostida o'tgan bahsda jamoasi a'zolariga birinchi bor xavf solishlari uchun navbatdagi uzatma, zarba bersa bo'ladi. Zarba yaqin masofadan turib. Yana bir bor ko'raylikchi. To'p yetkazib berilganda Ilhom Vahobov tomonidan markazda turgan hujumchi to'pni qoldirdi orqaga. Xavfni bartaraf etishmoqda, ikkinchi temp bo'lishi mumkin. Yana bitta uzatma. Yo'q, bu to'p darvozabonniki, lekin darvozabon tavakkal qilmayapti hozir. Burchak zarbasidan to'p o'yinga kiritib berish uchun imkoniyat bo'ladi. Haqiqatan ham jamoasiga xos ko'rsatkichlar emas. Mana bu o'yinda Xorazm meni hayron qoldiryapti. Zarba va gol! Gol! Mana shu goli bilan hayron qoldirish kerak edi o'zi aslida. Qanday chiroyli gol! Bravo Xorazm. Bosh kiyimlarga e'tibor bering. Keling ko'ramiz. Mana to'pni qabul qilib oldi. U yerga bu yerga qaradi, chap oyog'iga to'g'riladi va qanday zarba! Kuchli. Babang! Darvozabon qiyin edi qaytarish. Joyida turibdi. Chap oyoqda kuchli zarbaga ega ekan. Endi darvozabon biroz vaqtliroq tashlanish kerakmidi, bilmadim. Andijonda 12, Qo'qon 1912 jamoasida 12 ochko, Mash'alda 12 ochko. Qizilqumda 11, birga bir vaziyatmi? Yaqinlashib olsa bo'lardi, lekin kimga? Xo'sh, mana imkoniyat, zarba, darvozabondan seyv. Keling ko'ramiz. Keyinchalik ham ofsayd bormidi? Aniqlash qiyin, lekin ofsayd borga ham o'xshadi. Abjamidze mana shu pas zo'r chiqdi, lekin Roman Papariganing Azrajon Tursunqulov to'p o'tyapti. Endi esa Papariga zo'r zarba, darvozabon o'z o'rnida. Zo'r pas, yaxshi imkoniyat bor. Zarba, gol. 0-2. Bitta qarshi hujum va Xorazm jamoasi a'zolari raqib darvozasiga ikkinchi to'pni kiritishmoqda. Murodbek Bobojonov. Murabbiyning imzosi ko'rinib turibdi, qarang. Ofsayd yo'q. Oyoqlari orasidan o'tkazib yubordi hozir. Qani ko'raylikchi, Murodbek Bobojonov so'radi, himoyachining yo'lini to'sdi. Darvozabonning oyoqlari orasidan o'tib ketdi-yu to'p. Endi qiyin bo'ladi. Ha, bo'ldi. Birinchi bo'limga yakun yasab berildi. Tanaffus do'stlar. Yordamchilari tayyor va xushtak chalib ikkinchi bo'limni boshlashga ruxsat berdi. Albatta tanaffusda murabbiylar xato, oddiy vaziyatda xatoga yo'l qo'ydi. Yushanich to'p jarima maydonchasi ichida. Zo'r pas, mana imkoniyat, zarba. Ikkinchi temp. Yana yuqoridan bosh bilan o'yin, zarba va darvozabon qutqaryapti. Ko'ramiz. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash. Yo'q, bu gol emas. Bu gol emas. Xo'sh, yaxshi kirib borishdi. Yana darvozabon. Voy,
Yuziga urgan ekan. Qarang, e'tibor bering 11 mana. To'p boshqa joyda yuziga uryapti. Ko'rdim deyapti Nikita Mustafin va yoniga Jambolini chaqiryapti. Azartda qasddan qilingan harakat uchun Jamboli Jigauri o'yin ko'rsatdi. Bu Banya ham yomon emas. Hozir esa xato. Qizilqum yaxshi o'ylandi, lekin mo'ljalda noaniq. Yana 4 daqiqa vaqt qoldi. Zo'r. Qanotlar yaxshi ishlayapti. To'p jarima maydonchasi ichida. Yaxshi imkoniyat, gol! 0-3. Qanday chiroyli kombinatsiya. Shohmedovning aqlli o'yinchi. Lekin bu yerda Abduhamidovning xatti-harakatlariga yuqori baho beramiz. Yo'q, golni boshqa o'yinchi urdi. 8-raqamdagi nihoyat maqsadiga erishibdi. 8-raqamdagi Hazratjon Tursunqulov qoyil. Ko'plab vaziyatlar yaratdi mana shu futbolchi. Bo'ldi. Uchrashuvning vaqti tugadi. Xorazm mehmonda yirik hisobdagi g'alabani tantana qilmoqda.